Dunyodagi eng kuchli 7 kitobdan olingan 7 oltin odat sizni haqiqiy g'olibga aylantiradi. Tayyormisiz? Unda hayotimiz sahifalarini varaqlashni boshladik. Birinchi kitob Napoleon Hill Think and Grow Rich kitobidan. Napoleon Hill 500 dan ortiq eng boy odamlarni o'rganib bitta narsani tushundi. Boylik shunchaki xohish bilan kelmaydi. Hamma boy bo'lishni xohlaydi. Farqi shundaki, boylar burning desire qilishadi. Agar siz xohlagan narsa sizni duo qilishga majbur qilmayotgan bo'lsa, tunda tahajjudga uyg'otmayotgan bo'lsa, siz uni unchalik ham xohlamayotgan ekansiz. Bu shunday tuyg'uki, u sizga uxlashga bermaydi. Bu sizning nega degan savolingizga javobdir. Agar maqsadingiz bo'lsa-yu, lekin unga erishish uchun ko'zingiz yonmayotgan bo'lsa, siz hali ham zombi holatidasiz. Kitobdan iqtibos: inson ongi nimani tasavvur qilsa va ishonsa, o'shanga erishadi. Bugun o'zingizdan so'rang: mening maqsadim menga energiya beryaptimi yoki men uni majburiyatdan qilyapmanmi? Olovni yoqing, aks holda muzlab qolasiz. Ikkinchi odat DeMarconing Millionerlarning tezkor yo'li kitobidan. Zombilar va boylarning eng katta farqi nimada? Zombilar iste'molchi. Ular ovqat buyurtma qiladi, boshqalar yaratgan narsalarni sotib oladi, boylar esa ishlab chiqaruvchi. DeMarco aytadi: boyishni xohlasangiz odamlar yeydigan narsalarni pishiring, odamlar o'qiydigan narsalarni yozing, odamlar foydalanadigan narsalarni yarating. Boylik oqimi doim ishlab chiqaruvchilar tomonga yo'naladi. Kitobdan iqtibos: iste'molchi bo'lishni to'xtating, ishlab chiqaruvchi bo'lishni boshlang. Boylik qiymat yaratganlarga keladi. Bugun necha soat kontent ko'rdingiz va necha soat kontent yaratdingiz? Bu nisbatni o'zgartiring. Agar YouTube'da 1 soat video ko'rsangiz, 2 soat o'z loyihangiz ustida ishlang. Uchinchi odat Tim Ferrissning haftasiga 4 soatlik ish kitobidan. Ko'p ishlash boy bo'lish degani emas. Aks holda eng ko'p ishlaydigan odamlar eng boy bo'lardi. Tim Ferriss bizga Pareto prinsipini o'rgatadi. Sizning 80% natijangizni atiga 20% harakatlaringiz beradi. Qolgan 80% ishlar bu qum va mayda toshlar. Oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsangiz, qum va mayda toshlar nimaligini bilasiz. Ular vaqtingizni o'g'irlaydi, lekin hamyoningizni to'ldirmaydi. Boy odamlar bu eng muhim 20% ni topib qolgan hamma narsaga yo'q deya olganlardir. Band bo'lish emas, natijali bo'lish muhim. Ko'p hollarda biz bandlikni haqiqiy ishlardan qochish uchun niqob sifatida ishlatamiz. Ishlaringiz ro'yxatiga qarang. Agar ulardan faqat 2 tasini qilish imkoningiz bo'lsa, qaysi biri hayotingizni o'zgartiradi? O'shani tanlang. 4-odat David Gogginsning Meni yengib bo'lmaydi kitobidan. Muvaffaqiyat yo'lida sizni eng ko'p chalg'itadigan narsa bu o'z miyangiz. David Goggins aytishicha, miyangiz sizga bo'ldi, charchadim, to'xtaylik deganida, siz aslida bor imkoniyatingizni atiga 40% ni ishlatgan bo'lasiz. Qolgan 60% energiya bu sizning yashirin zahirangiz. Zombilar birinchi to'siqdanoq chekinishadi. G'oliblar esa og'riq chegarasidan o'tib ketishadi. Boylik bu o'z qulaylik zonasini buza olganlarning mukofotidir. Miyangiz sizga tamom deganda, siz hali atiga 40% yo'lni bosib o'tgansiz. Chegarani buzib o'ting. Keyingi safar ertaga qilaman yoki bugun charchadim deb o'ylasangiz, bilingki, bu zombi rejimining signali. Yana bitta qadam tashlang. 5-odat Naval Ravikantning Naval Ravikant almanarxi kitobidan. Faqat o'z mehnatingiz bilan boy bo'lish qiyin, chunki sizda atiga 24 soat bor. Naval Ravikant zamonaviy boylikning 3 ta rechagini ko'rsatadi. Birinchisi kapital, pul. Pulingiz siz uchun ishlashi. Ikkinchisi kod, dasturlar. Uxlayotganingizda ham ishlaydigan algoritmlar. Uchinchisi media, content. Siz yaratgan video yoki maqolani millionlab odamlar sizsiz ham ko'rishi. Agar sizda rechak bo'lmasa, siz doim birovning rechagi bo'lib qolasiz. Kitobdan iqtibos: boylik bu rechaklar orqali yaratilinadi. Rechagingiz qanchalik baland bo'lsa, mehnatingiz natijasi ham shunchalik ulkan bo'ladi. Sizning rechagingiz nima? Bilimingizmi yoki investitsiyangiz? Bugundan rechak qurishni boshlang. 6-odat Davidning Katta fikrlash mo'jizasi kitobidan. Sizning hamyoningiz hajmi bu sizning fikrlashingiz hajmidir. Agar siz atiga $500 topsam yetadi deb o'ylasangiz, ongingiz sizga shunga yarasha reja chizib beradi. Agar $1 million haqida o'ylasangiz, miyangiz qanday qilib degan savolga javob izlashni boshlaydi. Kichik maqsadlar kichik odamlarni yaratadi. Katta fikrlash bu o'zingizga bo'lgan ishonchning eng yuqori darajasidir. Kitobdan iqtibos: qila olishingizga ishoning.
Ishonsangiz, ongingiz buni bajarish yo'llarini izlab topadi. Maqsadingiz qanchalik katta bo'lsa, g'alabangiz shunchalik shirin bo'ladi. Bugun o'z oldingizga qo'rqinchli darajada katta maqsad qo'ying. Agar maqsadingiz sizni qo'rqitmasa, demak u hali ham yetarlicha katta emas. 7-odat Ray Dalioning Prinsiplar kitobidan. Boy bo'lish yo'lida albatta yiqilasiz, albatta pul yo'qotasiz. Ray Dalio aytadiki, og'riq bu signal. Agar siz og'riqdan keyin to'xtab qolsangiz, bu mag'lubiyat. Agar og'riqni tahlil qilsangiz va undan prinsip chiqarsangiz, bu muvaffaqiyat. Har bir xato sizga qimmatli dars beradi. Faqat zombilargina bitta xatoni qayta takrorlaydi. Kitobdan iqtibos. Og'riq plus tahlil bu rivojlanish demakdir. O'z prinsiplaringizni yarating va ularga sodiq qoling. Shaxsiy jurnalingizni yuritishni boshlang. Har bir yillik xatolaringizdan keyin o'zingizga keyingi safar bu vaziyatda nima qilaman deb yozib qo'ying. Do'stlar, boylik bu shunchaki bankdagi raqamlar emas. Boylik bu sizning odatlaringiz, fikrlashingiz va o'zingizni boshqarish qobiliyatingizdir. Raqamli zombilikdan chiqish yo'li shu yerda, sizning qo'lingizda. Bu 7 ta odat sizning yangi sahifangiz. Ularni bugun hayotingizga tatbiq qiling. Eslatma, ushbu 7 oltin odat jamlangan PDF qo'llanmani Telegram kanalimizdan yuklab oling. Link tavsifda. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va Sahifalar bilan birga o'sishda davom eting. Sahifalar biz sahifalarni emas, hayotimizni varaqlaymiz.